Assalomu alaykum. Oson kassada foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Avval mahsulotni chekka qo'shishda markirovkani unutib qo'ysangiz yoki mijoz uchun mahsulotlarni hisoblab berganingizdan so'ng markirovka sabab jarayonni qayta boshlashingizga to'g'ri kelsa, bu noqulaylik tug'dirishi mumkin edi. Shuningdek, oldin jarayonning borishini foizlarda vizual kuzatish imkoniyati mavjud emas edi. Endi siz mahsulotni avval chekka qo'shib, keyin markirovka kiritishingiz va bu jarayonning natijalarini foizlarda kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, bir markirovkani bir nechta qadoq uchun foydalanishni cheklash ham mavjud. Hammasini video davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar kassangiz virtual kassaga ulangan bo'lsa va mahsulotni chekka qo'shish oynasida markirovka yoqilgan bo'lsa, chekka qo'shilayotgan mahsulotlar uchun markirovka kiritish oynasi avtomatik ravishda ochiladi. O'tkazib yuborish tugmasi orqali mahsulot uchun markirovkani o'tkazib yuborish mumkin. Bekor qilish tugmasi esa butun chek bo'yicha markirovkani bekor qiladi. Ushbu amalni klaviaturadagi Escape tugmasi orqali ham bajarish mumkin. Oson kassada yangi ustunlar paydo bo'ldi. Markirovka va markirovka skanerlangan. Endilikda mahsulotlarni chekka yig'ib, keyin markirovkalarni biriktirish imkoniyati qo'shildi. Buning uchun mahsulotni belgilab, klaviaturada yulduzcha yoki Ctrl M tugmalarini bosing. Yoki ekrandagi markirovka katakchasini tanlang. Ochilgan oynada mahsulot nomi va miqdori ko'rsatiladi. Shu yerda avval o'tkazib yuborgan mahsulotlaringizning markirovkalarini qo'shishingiz mumkin. Har bir original qadoq va donalik qismlar o'z markirovka kodi bilan skanerlanadi. O'chirish uchun markirovkani tanlab, klaviaturada Delete tugmasini bosing. Agar oynani avtomatik yopish funksiyasini yoqsangiz, barcha markirovkalar 100% kiritilgandan so'ng oyna avtomatik yopiladi. Har bir mahsulot uchun kiritilgan markirovka dastur tomonidan hisoblanadi va foizlarda ko'rsatiladi. Shu tariqa siz yana qancha markirovka kiritish kerakligini osongina bilib olasiz. Sozlamalar bo'limida fiskalizatsiya. Barcha skanerlangan markirovkalarni hisobga olish parametri mavjud. Agar bu parametr yoqilgan bo'lsa, sotuv jarayonida barcha skanerlangan markirovkalar hisobga olinadi. Bitta markirovkani bir nechta mahsulot qadoqlari bilan bog'lash mumkin emas. Va agar kod avval ishlatilgan bo'lsa, uni qayta skanerlash rad etiladi. E'tibor bering, ushbu parametrni yoqish dastur ishining sezilarli darajada sekinlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Ushbu funksiya yoqilganda bir markirovkani bir nechta qadoq uchun foydalana olmaysiz. Ammo dona mahsulotlar uchun markirovka kiritishda esa bir qadoqda necha dona dori mahsuloti borligi hisobga olinadi. Masalan, nomer 10 mahsulotning qadoqdagi 10 dona birligi sotilguncha, ushbu qadoqning markirovkasidan 10 marotaba foydalanish mumkin. Nomer 10 mahsulot uchun ikkita original qadoq va 6 dona mahsulot tanlab chekka qo'shdik. Birinchi qadoq uchun markirovka kiritildi. Ikkinchi qadoq uchun ham avvalgi markirovkani kiritishga uringanimizda xatolik yuzaga keldi. Ya'ni bir marta ishlatilgan markirovkani qayta ishlata olmaymiz. Asl markirovkani kiritib, donalarga o'tamiz. 6 dona mahsulot uchun tegishli qadoq markirovkasi kiritildi va tizimda saqlandi. Shu qadoqdan yana 4 dona mahsulot sotishda markirovka kodini qayta kiritish mumkin. Dastur sotilayotgan mahsulotlar orasida markirovkali va markirovkasiz birliklarni ajrata oladi. Agar bir xil turdagi bir nechta mahsulot sotilsa va faqat ba'zilari uchun markirovka kiritilsa,
Chop ettirilgan chek qog'ozida markirovka kodi ko'rsatib sotilgan mahsulot alohida qatorda ko'rsatiladi. Markirovkasi ko'rsatilmagan mahsulotlar bitta qatorda ko'rsatiladi. Agar 3 ta mahsulot sotilsa va faqat bittasi uchun markirovka kiritilsa, chekda ushbu mahsulot alohida individual markirovka bilan ko'rsatiladi. Qolgan 2 ta mahsulot esa umumiy holda markirovkasiz bitta pozitsiya sifatida aks etadi. Ushbu videoda markirovkaga oid yangilanishlarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.